2026-yil umra narxlari necha pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti? Shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillar, barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachalarimizga umra narxlari va shart-sharoitlari, eng qizig'i komfort paket bilan birlasha oladigan standart plus paket haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bizni kuzatib boring, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizda Farg'ona, Jidda va Toshkent, Jidda yo'nalishlari bo'yicha reyslarimiz mavjud. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent, Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning chorshanba sanasiga esa Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Hozirgi kunda gostinsiya oraliq masofalari va shart-sharoitlari 4 yulduzli gostinsiyalar bo'lib, Madina Munavvarada 200 metr 250 metr markaziyada hisoblanadi. Makka Mukarramada esa 800-900 metr atrofida, ya'ni 4 yulduzli haram hududiga 5 daqiqalik yo'l hisoblanadi do'stlar. Siz ham ota-onangizni chiroyli sharoitda, komfort sharoitlarda umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'lanib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Hozirgi kunda do'stlar, safarimizda 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida siz bilan birgalikda ziyorat va sayohat va ibodatlarni amalga oshirishadi. Bu paketimizda esa 10 dan oshiq ziyoratlar va 10 dan oshiq sayohat va ibodatlarni kutib turibdi. Hozirgi kunda do'stlar, birinchi bo'lib Madina Munavvaradan safarimiz boshlanadi. Ya'ni Madina Munavvaraga borganingizdan keyin birinchi bo'lib Ravza-i Sharifga kiriladi va albatta bundan keyin Madina ziyorati, Qur'on bosmaxonasi va xurmo bog'lariga tashriflar buyuriladi. Bundan tashqari Makka Mukarramaga kelgandan keyin ham Makka sayohati, Makka ziyoratlari, har xil turdagi sayohat va ekskursiyalar sizni albatta kutib turibdi. Ya'ni siz bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoni, ya'ni Toyif shahriga ham sayohatlarni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing va o'z joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Bunday imkoniyat faqatgina siz uchun, ya'ni Centrum Holidays obunachilari uchun maxsus video syomka bo'lib o'tyapti do'stlar. Xo'p, bundan tashqari sizlarga bonus evaziga esa Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib beriladi. Agarda siz ota-onangiz va oila a'zolaringizni mana bunday sertifikatlar orqali siz musofirda bo'lsangiz, Farg'ona, Marg'ilondan mana tug'ilgan kunlariga bir tabrik sifatida mana shunday yo'llanmalarni bermoqchi bo'lsangiz, bizda mana shunday yo'llanmalarimiz ham bor. Bemalol bizga murojaat qilsangiz, biz o'zimiz borib, chiroyli qilib tabriklab, aytgan sanangizga ism familiyalarni yozib, biz topshirib kelish imkoniyatini ham yo'lga qo'yganmiz azizlar. Albatta biz bilan bog'lanib aloqaga chiqing, joylaringni bron qiling. Bunday imkoniyat faqatgina hozirgi kunda bo'lib turibdi. Ya'ni 2026-yil iyul oyiga qabullar davom etmoqda azizlar. Xo'p, hozirgi kunda narxlarimiz do'stlar, Toshkent, Jidda va Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha 1075 dollardan to'g'ridan-to'g'ri parvozlar amalga oshiriladi. Agarda siz to'lovlarni qanday amalga oshiramiz degan savolga siz Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, operatorlarimiz tomonidan sizlarga bank shot raqamlarini beriladi. Ya'ni bank shot raqamlari orqali o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofis yoki filiallaridan to'lovlarni bemalol o'zbek so'mida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz mana shu Farg'ona, Marg'ilon territoriyasidan bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol rasmiy ofisimizga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hozirgi kunda do'stlar, eng qiziq joyi gostinsiyalarimiz yaqinligi va shart-sharoitlarimiz zo'rligi, 5000 dan oshiq ziyoratchilarni qalbidan joy olgan bu Centrum Holidays Tour firmasini siz obunachilarimizga ma'lumotlarni berib o'tyapmiz. Albatta biz bilan bog'laning, bizni kuzatib boring. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga yangiliklar, chiroyli chegirmali narxlarni kunda-kunora yangilab borishga harakat qilamiz azizlar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.